Bir savaqdaş, mən ingiliscə köp sözlərni ügünümə, yoki bilimə, şundaqdımı bu sözlərni isimga alanmayma, yəni unutub qalıma. Mən qanday qılsam, texmi yaxşı ilgirləyə alayman ingilis tilida degan bir son sorğan. Bu ingilis tili yoki til ügəngüçilərdə görüldigan bir ortaq hadise nima deganda, sözlerni ügüniş ve o sözlerini esiga alanmaslik. Yani ügengen sözlerini unutup qilish yoki esiga kelmaslik. O'zi biladigandak his qilish, lekin o so'zni haqiqiy ishiltirgan joyda yoki shu so'zni qayta ko'rganda yana qaytadan ügenmesi bo'lmaydiganligidan iborat bir reallikni to'nib yetish nurg'un ingliz tili ügengüchilerde ko'riladigan bir hadise. Bu mendimi nurg'un qitim daim ko'rilib turdi. Burundan tatib taki hozir qadar. Chunki hozirning o'zidimi men to'xtamay ingliz tili so'zlik o'ginaman. Endi saboqdoshlar bilan bu o'zimningki tajribamni o'rtoqlashib ko'rsam deb qarayman bu nuqtada. So'zlik o'ginish bu nimaga o'xshaydi deganda bir yaqin do'st tutqanga o'xshaydi. Yani eğer sizin bir yakın dostunuz olsa, o dostunuzun karakterini, ismini, kelip çıkışını, o dostunuzun göz qarashini ve başka nurgun taraflarını siz intayin yaxşı bilisiz, puxta bilisiz. Endi eğer bu dostunuzdan başka, yani siz körüşken, kögen kişiler buludu, etrafda uçuraşkan kişiler buludu. Ular to'g'risi ko'p narsa bilamsiz degani bilmaysiz, ba'zilarini, ya'ni nurg'unlarini unutib qolishingiz mumkin vaqtning o'tishi bilan. Bu so'zlik o'rganish dal shunga o'xshaydi. Bugun masalan siz 50 so'zlik o'rgangan bo'lsangiz yoki 10 so'z o'rgangan bo'lsangiz yoki 5 so'z o'rgangan bo'lsangiz, bu nimaga o'xshaydi degan, siz bugun 5 odam bilan ko'rashdingiz, paranglashdingiz va u kishilar bilan hamda daim görüşüp paranlaşıp turmusunuz bir mezgilden keyin o kişilerin unutup qilishiniz, ularning chiroyining qandaylığı, yani siz qayta ko'rganda esingizga kelamdikanmamdi, bunisi natayin. Demak, so'zlik o'rganganda, so'z o'rganganda qaytalash intayin muhim. Qanday qaytalash deganda, masalan men 5 so'z o'rgangan bo'lsam, bu 5 so'zni bugun o'rgangan so'zlarni tashlab qo'ymay, yana kamida bir haftaga qadar qayta ko'rib berish. Endi bir haftadagi vaqt qayta o'rganib berish jarayonida biroz o'zimda ishonch tug'ildi. Ya'ni bir hafta 5 odam o'xshash 5 kishi bilan har kuni ko'rishib turganga o'xshash. Onun lekin bu 5 kishi bilan har kuni bir hafta ko'rishgandan keyin, ya'ni bir oygacha ko'rishmasangizmi, ya'ni qayta telefonda didarlaşsanız yoki yuzlarini ko'rasiniz, o kishilarning ismining nima ekanligi yoki nima ish qilganligi va boshqa uchurlar esingizga keladi. Demakchi bo'lganim bir 7 kundan 10 kunga qadar o'rgangan so'zni qayta o'rganish kerak. Undan keyin ma'lum mezgil tashlab qo'ysangiz bo'ldi. Masalan, bir oydak vaqt. Hani bir oydan keyin yana shu so'zlarni qayta qo'lingizga olib, yana 4-5 gün yoki 7-8 gün qayta ko'ritish kerak. Undan keyin yana 2-3 oy tashlab qo'ysangizmi, yana bo'ladi. Yana 2-3 oydan keyin yana qayta o'rganishingizga to'g'ri keladi. O 2-3 oydan keyin yana qayta 4-5 gün o'rgangandan keyin balkim bir 6 oy tashlab qo'ysangizmi, o so'z yana sizning esingizdan chiqib ketmaydi. Balkim yana 6 oydan keyin yana qayta o'rganishingizga to'g'ri keladi. U vaqtda yana 6-7 gün o'rgangandan keyin bu so'z belkim 2-3 yıl tashlab qo'ysangizmi, esingizga keladigan bir holatga yetadi. Ya'ni so'zlik o'rganishninki qelipi mana shundaq. Shundaq bo'lganda biroz ishonchli holda nurg'un so'zlarni qayta esingizga olaydigan va ko'rgan vaqtda esingizga keladigan va tehi shuni qayta ishilta oladigan o'zingizninki o'zingiz paranglashganda va yiziqchilik bilan shug'ullanganda o'zingizga ishonib ishilta oladigan saviyaga yetken bolsiz. Bayatim ben beşide degandek bir adam bilen aralışış jarayoniga o'xshaydi bu so'zlik o'rganish. Yani men palanchini taniyman dedingiz, hamda shu shaxsni haqiqiy yaxshi bilamsiz deganda, u sizning balki yaqin do'stingiz bo'lsa, bo'lmasa balkim shu ismini bilishingiz mumkin. So'zlarmi
ana shundaq ba'zi dangliq so'zlar bo'ldi. Dangliq so'zlar deganim dangliq kishilar bo'ladi. Ularni biz ko'rashmagan bo'lsaqmi, televizorlardan yoki ekranlardan va yoki har xil ijtimoiy taratqulardan ularningki simasini ko'rib turamiz, ovozini anglab turamiz. Shunga ularning ismi, ularning kimligi bizga tonish bo'ldi. Chunki ular bilan ko'p uchrashgan bo'lamiz. Agarchi yuz turani ko'rishmasakmi. Shunga so'zlarmi shundoq. Ba'zi so'zlar bo'ldi, doim o'rganmasakmi, hamma yerda uchrashib turadigan. Masalan, stop degan bir gapni olgan bo'lsak, stop degan gap agar bir ingliz tili ishlatiladigan davlatda yashasangiz, hamma yerlarda stop degan bir belgi bo'ladi. Qatnash belgisi stop deb yoziqliq. Shunga u so'zni o'rganmasangizmi, har kuni ko'rishib turgan ekan, o so'z sizningki siz intayin yaxshi biladigan bir so'zga aylanib ketadi. Shun qadrli saboqdoshlar, so'zlik o'rganganda biri doim ko'rishib turish, ham ko'rishib turib bak zerikib ketsangiz, ma'lum mezgil tashlab o'tib, undan keyin yana qayta qo'lingizga ilash, ya'ni bir 5 kundan 10 kungacha o'rgangandan keyin zerikdingiz, qayta tashlab o'tib, 1 oydan keyin yana qayta bir 4-5 kun o'rganib, uni tashlab o'tib, yana bir 3 oydan keyin yana 4-5 kun o'rganib, yana tashlab o'tib, bir 6 oydan keyin 4-5 kun o'rganib, yana tashlab o'tib, yana 1 yildan keyin 4-5 kun o'rgansangiz bo'ldi. Buni qanday qilaman, qanday reallikqa aylantirman degan vaqtda xotir tutish usuli bilan, ya'ni so'zliklarga xotir tutish, chislalarni yozish, mashq daftaringizda uni ashundaq men degandek ko'p yozib, ko'p anglab, ko'p o'qib va jumlalarni, shu misol jumlalarni agar bak yaxshi jumlalar bo'lsa, yodlab olib, shuni esingizda saqlab olib, o'rganish orqali so'zlikni esingizda tutish va texnik yaxshi ingliz tilida ilgarilashdan iborat orzuyingizga, nishoningizga yeta olasiz.